do'stchi bo'lganmiz-ku, labim tepalariga chiqib. Shoshmang, o'rtog'imning gapi bor ekan sizlarga. Gapir. Salom, obuna bo'lishni unutmang. Reklamani biri. Thank you. Ana. Bari bijuteriya. Buncha gullar ichida Ra'no, go'zal Ra'no. Buncha go'zalsan ey qiz. Xuddi o'zim bilan olib yurgandek bo'lyapman-da. Ya, ras. Futbolkaga e'tibor berganlar bor. Shu gapni vaqtingiz bo'lganda men faqat qaytaryapman, chunki nima deyishni bilmayapman o'zi. Blogerlarni yurishni ko'rsataymi? Bir o'zi yurganda. Men Hindistondaman. Desam ishonmang. Bugun sizga Londonda turib, Hindiston atmosferasini ko'rsatishga harakat qilaman. Qani ketdik. London Yevropadagi eng yirik hindu diasporalaridan biriga ega shahar. Bu yerda 800 mingdan ortiq hindu yashaydi. Ularning aksariyati Hindiston, Shri-Lanka va Sharqiy Afrikadan ko'chib kelgan. London hindulari uchun eng mashhur ibodat joylaridan biri, pastda yozib ketaman, o'qish qiyin ekan. U butunlay marmar va ohaktoshdan mixsiz qurilgan. Yevropadagi eng katta hindu ibodatxonalaridan biri hisoblanadi. Londonda Diwali va Holi bayramlari keng nishonlanadi va minglab odamlarni birlashtiradi. Naqshlarga e'tibor bering, bular judayam ularni yaxshi ko'radi va sig'inishadi. Hozirchanda danda joylarni ko'rsataman. Ichkariga kirib oldim. Oyoq kiyimimizni yechib oldik. Oyoq kiyim yechib xuddi masjidga qanaqa kirish kerak, shunaqa kirish kerak ekan. Har bir burchagida shunaqa fillar tasvirlangan ekan. Yoshligimizda bitta kino bo'lar edi. Aynan shu qahramon bor edi. O'sha kino nomini izohlarda qoldiringlar. Mumkin dedilar. Mana. Burada ham tasbihlar bo'lar ekan, qaranglar. Har bir burchagini shunaqangi qilishganki, o'z tarixlarini ko'rsatib berishga harakat qilishgan. Ular shunaqa yotib sig'inishar ekan. Men ko'rmagandim. Siz bilarmidingiz? Hozir ochilish marosimi bo'ladi shekilli. Mana bu pardalar ochiladi. Ehson qutilari bor ekan, qaranglar. Ichiga pul tashlasangiz bo'ladi, xohlasangiz hattoki mana kartadan to'lov qilsangiz bo'ladi. Mana shunaqa gaplar. Metro keldi. Londonning eng noodatiy hududlaridan biri Camden Town. Bu joy erkinlik va ijod bilan mashhur. Aynan shu yerda punk madaniyati shakllangan. Rangli sochlar, charm kurtkalar va g'ayrioddiy kiyinish bu hudud uchun oddiy hol. Camden Market esa alohida e'tiborga loyiq. Bu yerda dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan ko'cha taomlari, qo'l mehnati bilan yasalgan buyumlar va noodatiy kiyimlarni topish mumkin. Mashhur qo'shiqchi Amy Winehouse ham Camdenda yashagan va shu hudud hanuz uning ruhi bilan bog'lanadi. Qani, noodatiy magazinlarni ko'rishga tayyormisiz? Ketdik. Bu yerga kelishingiz bilan shunaqa qiziqarli magazinlar boshlanadi.
hammasi reklamani juda ham kuchli qilgan. Mana qaranglar, noodatiy qilib. Yegisi kelmagan odam ham bunaqa reklamani ko'rib yegisi keladi. Oh, thank you. Buni qaranglar, ana. Reklamani biri. Thank you. Qani yeb ko'rib ta'miga baho beramiz. Ana, bijuteriyadan tortib barcha narsalarni topishingiz mumkin. Ana. Bari bijuteriya tushirdi ekan-ku. 14 yanvar bilan tabriklayman barcha erkaklarimizni. Qaysi turdagi naskidan kerak sizlarga? Hammasidan bor ekan. Burgerliklari ham bor ekan. Sushiligi ham bor ekan. Podarkaga kelaverasizlar. Pizza ham bor ekan. 14 yanvar muborak bo'lsin erkaklar. Hali ulgurganim yo'q anu tepalariga chiqishga. Lekin qiziqarli nima bor ekan tepada. Qani ko'ramiz. Shunday ikkinchi qavatga chiqsangiz, bemalol mana shunaqa joyda o'tirib, kofe ichib, manzarani tomosha qilsangiz bo'ladi. Qaranglar, qarab qiziqarli. Misha zo'ra. Har bir ko'chalari hattoki qiziqarli, rasmlar, rang-baranglik. Misha zo'r ekan. O'n kuchugini bo'talgan qaranglar. Filni qaranglar, bechora yig'lab yotibdi, ko'z yoshlari bor hattoki. Chunki yomg'ir yoqqan va uni usti chang bo'lgan deb o'ylayman. Qaranglar, qanaqa reklamani zo'rini qilib qo'yishdi o'zlariga o'zlari. Zo'rligini qarang. Do'konlarning ichi asosan Garri Potterga moslangan ko'bisi. Xuddiki Garri Potter kinosiga tushganday bo'lasizlar. Ovozlarni qarang. Tepalarni. Shoshmang, o'rtog'imning gapi bor ekan sizlarga. Gapir. Salom, obuna bo'lishni unutmang. Siz shunaqa do'kondan oyoq kiyim olgan bo'lardingiz. Qani, ko'rsataman. Ham o'zini libitillari bor. Masalan, qaranglar, mana shu oyoq kiyimni. Necha pul bo'lsa? 380 funt. $450 bo'ladi. Olarmidingiz? Ular kojani juda ham yaxshi ko'rishadi. Ya'ni rock style, yana qanaqa style deyiladi bilmayman. Qimmat turar ekan bular ham. O'zingizni bilayligimizdan qolmasin, to'g'rimi? Chiqib yashasak ko'raverar ekanmiz har xil magazinlarni, har xil dunyoqarashlarni. Bechora nos chekib olganmi deyman, labin tepalariga ham chiqib ketdi. Insonimizga hayot tarzi. Kameraga olayotganimni deysiz uchun qanaqa taxlasin?
To'g'risi, bir kuningizni shu Camden Townga kelib o'tkazishingizni tavsiya beraman, chunki agar do'konlarni yaxshi ko'rsangiz, noodatiy bu joy tugamayapti. Hali tugash niyati yo'q. Qaranglar. Hey. Qanaqa magazin desangizlar bor, voy. Zo'r ekan. Noodatiy. Mana bu ko'zani qaranglar. Hay. Zo'r ekan. Tak. 58 funt. Xuddiki Turkiyani bozorda yurgandek bo'lyapman, to'g'risi. Lekin farqi Turkiyada odam juda ko'p, bu yoqda odam kam ekan. Bu yaxshi. Yumshoq o'yinchoqlarni yaxshi ko'radiganlar bormi? Qani. Voy, magazin ichida magazin-ku bu. Qo'yimsizlar? Magazin ichida magazin. Zo'r. Turli o'sha magazinlardan o'tganlaringizdan keyin shu mostni tagida o'ng tarafida ham magazinlar bor ekan. Chap tomonida ham magazinlar bor ekan. Albatta kelishingizni tavsiya beraman. Bu yoqda zerikmaysizlar. Yo'q narsani o'zi yo'q bor-ku. Nima bo'lar ekan buni ichiga kirsa, ha? Kafeshkada qilib qo'yishgan ekan. Bu yoqda har xil ovqatlar, xuddi go'zalligiga qaranglar. Voy, bu ana. Thank you. Marketing tinmayapti. Odam kelmasa ham gapirib turishibdi. Dal shu yana magazinlar bor, qaranglar-da. Ana. Thank you. Buncha gullar ichida Ra'no, go'zal Ra'no. Xullas, lekin sovuq. Ozgina yupqaroq kiyinib chiqimman. Aldab 20 funtga bitta shapka sotishyapti. Endi biznes. Bitta har xil o'yinchoqlar bor ekan. Zo'r. Ana. Noodatiy o'yinchoqlar bor ekan. Noodatiy kiyimlar. Voy, tugamay ketdi bu. Ana, Ferrari. 40 funt, 70 funtdan. Paltolar. Mana ko'zini qaraylar. Ana, buncha go'zalsan, ey qiz. Yo'g'i, tilla bozor sonu. Qani? Ketdik. Ichkarini ham bir ko'rib chiqaylik endi. Wow. Hard. İchkarini qaranglar. Bu magazin kirmasak bo'lmaydi. Mana bu magazinni sizlar ko'rsatmasam bo'lmaydi. Xuddi O'zbekistonning magazinlariga o'xshaydi, qaranglar. Atlasimizga.
Bu atlas nusxaga o'xshar ekan вообще. Noodatiy ochkilardan torib sumkalargacha. Bu yoqda koja narsa ko'p ekan yana. Shu zo'r qiziqarli ekan bor-ku. Sumkalar, soatlar, shapchkalar. Xuddi o'zim bilan olib yurgandek bo'lyapman-da. Ya, ras. Futbolkaga e'tibor berganlar bor. Repni yaxshi ko'ruvchilar uchun. Stikerlar har xil zo'r saqlashibdi, lekin kelganimga 2,5 yil bo'lgan bo'lsa, kelib ko'rmagandim. Va afsuslandim. Oldinroq kelmaganimga, ko'rmaganimga. O, Turetskiy magazin, что ли? Zo'r qilishdi. Linzalar bor ekan, linzalar. Qarang, ko'zingizni ichini shunaqa yaqin qilib ko'rsatadi-da. Bu yoqda ko'rinmaydi-da, men hozir ko'zimni. Ko'rinyapti. Xullas bilmayman, ko'rgimni yo'qmi sizlarga. Qaranglar qanaqa. Remtirchalar. Hech pul ekan bu. Xitoydan olib kelib, lekin shuni chiroyli qilib yasab, tusab qo'yishibdi. Xullas narxi yo'q ekan. Bu yoq chiroyligini qaranglar, hozir ichkarini ko'rsataman sizlarga. Go'zallikni qaranglar. Dahshat. Hay. Bu marojna magazin ekan. Shuni qilib qo'yishib qarang. Yegisi kelmagan odam ham kirgisi keladi lekin. Ana sizlarga marketing. Wow. Dahshat. Albatta kelishingizni darsa beraman. Shu gapni boshqa video olgandan beri faqat qaytaryapman, chunki nima deyishni bilmayapman o'sha. Eski tangalar, eski narsalar. Shu qoshiqlar. Xatlar kimdir oladigan bo'lsa kerak-da, bekordan bekor qo'ymaydi men bilan. Suvenirlar, bularni maydonlar. Hali qushiga e'tibor beringlar. Hozir lotkada bular kelib to'xtadi. Bularni tepaga ko'tarish uchun mana bu anaqalarni eshiklarni yopishadi. Hozir shu jarayonni ko'rsataman sizlarga. Mana suv to'lib boshladi va bular уже ancha ko'tarilib qolishdi. Zo'r. Mana.
Odatiy odamlar ikkinchi qism. Yana что o'rgatdilar. Da, men qo'rqmadim va ularning oldidan o'tib ketdim. Bu bolaning Instagrami ham bor ekan, shu desanglar. Qoyilmisizlar? Xullas juda ham charchadim. Soat kechki 8 ga edi biletim, lekin hozir уже 4 bo'lyapti. Shunga uyga ketmoqchiman. Charchadim. Angliyani magazinlarida bemalol hamma narsadan foydalanib ko'rishingiz mumkin. Masalan, krem hidi yoqmagan bo'lsa artib tashlab, yana boshqalarini hidlab ko'rsangiz bo'ladi. Yuvish uchun ham hamma narsalar tayyor. O'zimizda ham O'zbekistonda shunaqa qulayliklar qo'yilsa, nima deysiz? Fikrlaringizni albatta izohlarda qoldiringlar. Yuvib, kremlarni surtib, duxilarni sepib tashlasangizlar ham hech kim sizlarga hech narsa demaydi, ishonaveringlar. Qaranglar, binoning chiroyliligini. Hozir shunday ichini ko'rsataman. Bu London markazida joylashgan mashhur do'kon. Sharq va g'arb madaniyatlarini tutashtirgan noyob maskan hisoblanadi. Bu do'kon mashhur gul va geometrik naqshlari, O'rta Osiyo matolarini, xususan O'zbekistonda mashhur bo'lgan atlas va adras uslubini eslatadi. Do'kon binosi tudor uslubida qurilgan bo'lib, uning yog'ochlari hatto eski kemalardan olingan ekan. Bu do'kon butun dunyoda nafis ipak matolari bilan tanilgan. Shu sababli bu joy ingliz klassikasi bilan birga sharq ruhini ham o'zida mujassam etadi. Blogerlarimiz yurishini ko'rsataymi? Bir o'zi yurganda bir kunda 5 ta 6 ta kontent qilishni o'zi bo'lmaydi. Materiallar makoni ekan, qaranglar. Hammasi material. Uchinchi qavati shunaqa chiroyli. Uchinchi qavati shunaqa chiroyli pasvidalardan iborat ekan, qaranglar. Bu ne go'zallik. Bolalar uchun ham qatori bor ekan. Bu yerda hattoki kitoblar ham topsangiz bo'lar ekan. Bolalar uchun, kattalar uchun. Gilam tanish ko'rinmayapti mabodo. Juda o'xshash gilam o'zimizniki. Lekin shuginani narxi 3750 funt. Mana. Qaror uyda shunaqa gilamlar narxi bo'lsa olib kelib sotsangiz bo'ladi. Dahshat. The greatest romance story, to me, is the story of time and age. So you tell the young girls to neither bend nor break. Tell them that they are movers and shakers. Anoint their youth with the truth of their power. Speak of the women before us and how they tarried over the land, how they farmed their fruits, how they recognized their medicine, how they knew how to bloom from the soil its fruit. Read of the seeds, understand their shoot. We live amongst our medicines.